Xalqimizning sevimli shoiri Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprel kuni Andijon viloyati Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida tavallud topgan. U Yusuf ota va Inaxon ayalarning 2 o'g'il, 3 qizi farzandlari ichida elga dilbandi bo'lib ulg'aygan. Noyob iste'dod sohibi bo'lmish Muhammad Yusuf bolalik chog'larida sho'x yigit bo'lib, ko'p narsalarga qiziqqan. Yuragida muhabbat tomirlarda oqayotgan qonning jo'shqinligi uning she'rlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Muhammad Yusuf bolalikdan ziyrak, juda qiziquvchan bo'lganligi bois ko'p kitoblarni sevib o'qigan va savollarga javob izlagan. Shu bilan birgalikda Muhammad Yusuf ochiq ko'ngil va xayolparast bola bo'lib, she'riyat va adabiyotga mehri juda baland bo'lgan. Bunday mehrni uning qalbiga buvijonisi Tursunxon ina uyg'otgan edi. Muhammad Yusuf garchi oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan bo'lsa-da, o'qish va ishlarida katta muvaffaqiyatlarga erishadi. 1973-yili o'rta maktabni a'lo baholarga tugatib, Rus tili va adabiyot institutiga o'qishga kiradi. 1978-80-yillar oralig'ida harbiy xizmatni o'taydi va bu davrlar shoir uchun mashaqqatli va murakkab tajribali davr bo'ladi. Shoir ko'nglida ona vatan tuyg'usi yanada alangalanadi. Shu tariqa shoirning keng qamrovli ijod faoliyati boshlanadi. Muhammad Yusufning qalamiga mansub dastlabki kitob 1985-yil nashrdan chiqqan bo'lib, Tanish teraklar deb nomlanadi. U qisqa muddat ichida samimiy xalq dilidan so'zlovchi xalq kuychisi bo'lganligi bois xalq ko'nglidan qisqa fursat ichida joy oladi. Uning Iltijo, Bulbulga gapim bor 1987-yil, Uyqudagi qiz 1989-yil, Ko'nglimda bir yor, Ishq kemasi, Halima enam allalari 1991-yil, Yolg'onchi yor 1994-yil, Seni osmonimga olib ketaman 1998-yil, Erkaklik, O'zingdan qo'ymasin xalqim 2000-yil, Saylanma 2001, 2004-yillar Ulug'imsan vatanim kitoblari chop etilib ommaga taqdim qilingan. Hech bir kitobxona yo'qki uning javonidan Muhammad Yusufning kitobi topilmaydigan. Hech bir inson yo'qki uning misralaridan mehr muhabbat hissi tuymagan. U shunday iste'dodli shoirki, uning har bir she'rlarida xalqning quvonchi-yu iztiroblari, orzu va armonlarini madh ettirgan. Shoirning diliga yoqqan misralarini xirgoyi qilmagan bironta o'zbek farzandi topilmasa kerak. Muhammad Yusuf san'atkorlar ahliga ham katta yutuq keltirgan. O'lmas satrlarni bitgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Muhammad Yusuf Respublika kitobxonlar jamiyatida muharrir, 1980-yil Toshkent oqshomi gazetasida muxbir, 1982-yil G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, Respublika axborot agentligida bosh muharrir o'rinbosarlari, Vatan tahririyatida muxbir, Tafakkur jurnalida bo'lim boshlig'i, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi, 1997-yilda umrining oxirgi kunlariga qadar mazkur uyushma raisining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosarlari lavozimida ishlagan.
Muhammad Yusuf xalqimizga qilgan fidoyi xizmatlari uchun 1996-yil Do'stlik ordeni, 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvonlariga sazovor bo'lgan. Muhammad Yusuf garchi she'riyatda sodda so'zlardan foydalangan bo'lsa-da, uning mazmun mohiyati juda ham boy, chuqur ma'noga ega tarzda yoritib bergan. Mendan nima qolar? 2 misra she'r, 2 sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Ushbu she'rida ham inson va hayot, ona vatan tushunchalarini mujassamlashgan xalq shoiri Muhammad Yusuf 2001-yil 30-iyulda dunyodan ko'z yumadi. Garchi u vafot etgan bo'lsa-da, lekin u odamlar yuragida mangu yashaydi. Muhammad Yusuf xalqning qalbidir. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, hamma inson ham vatan, ona deya kuylashi mumkin-u, ammo ona yurtini maromiga yetkazib, yurakdan kuylay oladigan, xalq dilini biladigan ijodkorgina chin shoir bo'la oladi. Muhammad Yusuf bunga yorqin timsol bo'la oladi deb o'ylayman. Shoir she'rlari orqali odamlarning unutayozgan qadriyatlarimizni, millatimizni asrab-avaylashga chorlaydi. Uning she'rlaridagi oddiy obrazlari ayni paytda munis va qadrdon tub mohiyati, ya'ni ular timsolida shu ona vatan, muqaddas tuproq, shu vatanning azizligi, mo'tabarligi aks ettirilgan.